navbatdagi super dravkamiz Xudo xolasa Xorazm Xonqaga tayyor bo'ldi. 3 kW mis bilan jihozlangan motor qo'yilgan, samazashli knopkalari bor. Motor o'zini o'zi 100% himoya qila oladi. Xo'p, qani bunda Makkaning eng yirik setkasini maydalab ko'rsatamiz. Qani boshlaylik. Videoni o'zgarib ko'ringlar, keling. Ko'rgan bo'lsalaring 5 kilo Makkani necha sekundadir maydalab tashladi. Eng yirik setkasida bug'doy ham maydalaganmiz bundan oldin, buni ham videosini qo'yamiz. Xo'p, akalar, Xorazmga, Xonqaga Xudo xolasa bugun chiqaveramiz. Kimga shunaqa dravkalar keraksa, Qo'qon shahar 4-avtobazdan chidamiz. Narxi 4,5 million so'm mis motorligi. Agar shuni alyumin motorligi bo'lsa 4 million so'm. O'zbekiston bo'yicha barcha viloyat shahar markazlariga dastavkalar tekin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.